Bugungi obzorimizda O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan FAV Tiger mini gruzoviklari aziz do'stlar, umumiy og'irlik 4,5 tonna belgilangan, o'zini og'irligi 1 tonna 680 kilo chiqadi. Bunga bemalol xohlagan ishimizni qilishimiz mumkin. Xohlasak benzovoz yoki bartavoy, furgon, xohlagan ishimizni qilishimiz mumkin. Shassi holatda kelgan. Aziz do'stlar, 2 litrli turbina motor bilan jihozlangan. Rasxodlari ham normalniy, mana ko'rishingiz mumkin. 4 silindrli 2 litrli turbina motor. Rasxodi yuziga 10 litr aziz do'stlar. Hozirda bular sinovdan o'tib bo'ldi, bemalol gaz o'rnatsa ham bo'ladi. 50 litrli benzin bak bilan jihozlangan. Bularni bemalol dizelligini ham xarid qilishingiz mumkin. Mana tomosha qiling, Hyundai motor bilan jihozlangan, bemalol 100% gaz tushadi. 100 ming kilometr yoki 3 yil garantiya. Aziz do'stlar, ko'rinishi ham chiroyli, mana. Faralari, o'ziga dizayni juda ham mos yarashib turibdi. Keling endi salonni ko'rib o'tamiz. Motori 130 ot kuchi bilan jihozlangan. Bas sig'amanmi? Ops. Manday odam sig'di. Keng ekan ichi, men torda o'ylagandim. Yo, zo'r. Bemalol rullarni o'zimizga moslab olishimiz mumkin. Tepaga, pastga multi rul, gidravlический rul bilan jihozlangan. Mana ruchnoy tormozlari 5 pog'onali skors richak. Bittada yondi mana. Konditsionerlari bor. Soatiga 160 km/s harakatlana oladi. Chunki 2 litrli turbina motor bilan jihozlangan. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana rullari juda ham yengil. Ketdik, aytib ko'ramiz. Wo. Ol poçaman deydi. Eng qulay tomoni shassi holatda kelgani. Aziz do'stlar, bemalol o'zimiz xohlagan ishni qilishimiz mumkin. Siz nima qilgan bo'lardingiz ushbu shassi holatida? Evakuator, bartavoy